Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan YouTube videom. Bugun biz Ispaniyada ammamlar bilan dam olishga kelganmiz. Bu nomerimiz hali sizlarga room tur qilaman. Lekin birinchi balkondan vidni ko'rsatmoqchiman. Это что-то чем-то deydi-ku. Hozir dahshat chiroyli. Hozir biz ammamlar bilan zavtrak qilishga ketamiz. O'zi kecha kelgandik. Shunaqa chiroyli. Kecha vaqti kuchimiz bo'lmadi. To'liq 3 soat uxlab turib va ujin qildik. Ujinni ham jo'rada. Kechki ujinni ham ko'rsataman sizlarga bugun. Agar videoni oxirigacha ko'rsalar albatta. Короче, Ispaniyada 20 gradus. Apamlar bizga torka issiq kiyimlarni olinglar deb issiq kiyimlar berib yuborganlar. Lekin havo unchalik issiq emas ekan bu yerda. Ammo issiq kiyganlar. Men yoz kiyimlarimni olib kelganman. Endi shunga yarasha kiyay deb kiyib chiqibman. Hozir oyoq kiyimni ham ko'rsatdik. Apalar oyoq kiyimchasini kiyganman. Biz 4 kunga kelganmiz. 4 kechasi 5 kunduz shu yoqqa bo'lamiz. Bugun okean oldiga tushamiz. Bir vulqonlar bor, bir ballar bor. Bilmayman, vulqongacha yetib boramiz yo'qmi, okeangacha toshga yetib boramiz. Ko'rsataman sizlarga. Qolib ketmasak bil. Anaqa hozir ertalab qanaqadir shovqin bo'ldi. Biz vulqon otildi deb o'ylayapmiz. Lekin vulqon otilsa mana tinch bo'lmasa kerak, dalshammi? Nima deb o'ylaysiz? Mana bu bizning mehmonxonamizning 0-etaji. Mana bu VIP zali ekan. Hamma narsa sotib olganlar. Bu yerdan bepul choy ichayotgan. Biz kecha choy ichdik. Bizga gapirishdi, xafa bo'ldim. Biz ham atik ertalabki zavtrakni olganmiz va kechki ujin ham prям shvedskiy stol. Hozir zavtrakni endi ko'ramiz. Es qilib kechagi ujin yo'qdi, lekin ujin tushuntirgancha esimiz ketdi. Sal qo'limizdan turg'izib yuboradilar. Halo. Ambir abishni odam turadi, nechinchi anaqasilar deydi. So'rasini qilamiz-da. Ammo savoq yeymizmi ko'chaga zavtrak qilsak? Mana bu yoqdan chiroyli shvedskiy stol. Vau, prям hozir ko'rsataman sizlarga. Omletlari, sosiski, non churroslari, vafelkalari, pankeklari bor ekan. Mana bu nima desangiz pishirib beradi, adashmasam tuxum omlet qilib beryapti, svejiy. Ammo ashika Omlet qilib beryapti. Bikorlari, zamburug'lari. O'shani aytaman. Bera har xil turdagi nonlari. Har xil turdagi мясной ассорти. Vau. Mana bera shirinliklari, bo'kib, yeb, keyin biz ko'chaga aylanishga chiqib ketamiz. Mana bera sirlari. Tak, dalshi boramiz. Hamma mevalardan bor. Tarvuz, qovun, banan bor ekan. Mana bu yerda qanaqadir sho'rvochasi bor. Mana bu yoqda ham nimadirlari bor. Mana vidni ko'sta. Kecha ham shira ujin qilgim keldi, sovuq edi. Endi zavtrak qilgim kelyapti, sovuq deyaptilar ammamlar. Men shira o'tagim kelyapti. Tasavvur qilinglar, prям chiroyli vid. Vashshe emasmi? Hamma menga g'alati qarayapti, chunki men videoga olyapman. Lekin o'zim videoga olyapman, to'g'ri. O'zim ikon narsalarni. Bir videoga olsa darab odam o'zini boshqacha tutadi. Ish qilib hozir yana mana bir har xil narsalar. Kakao, mana bir milkshake'lari bor. Yogurtlari bor. Endi men narsa tanlab olay, o'zim yeyishga. Keyin sizlarga ko'rsataman itogon. Birinchi etap zavtragimizni olib keldik hozir. Shirinlikka o'tmagan holat. Menga omletik такой. Ammamlar ham omletik o'zlarini lyublarini topib oldilar. Tarvuz qovunlari bor ekan, bera cappuccino. Ishqilib narsa yeymiz hozir. Yeb ko'ramiz. Такой. Ko'chaga chiqmadik, shotaki sovuq yemadim, men ham qo'rqdim.
ovqatlanishdan diyetani unutamiz. Chunki kechgacha chiymaymiz. Kechki ujini 6:30 dan 9:30 gacha biz endi qachon qaytib kelamiz bilmaymiz-ku. Bilmaydi, shu sotimiz tinchdan so'qishamiz. Kapuchino yaxshi emas ekan, mama. Shakar to'kmadim, bu shakar. Biza jumboqli dam olishda biza ko'p narsani tushunmaymiz, ko'p narsani bilmaymiz. Ichib ko'ringchi sokni. Qarang sizga, ana u yoqdan oldim. Hamma olibdi. Nimadirlar, amma ko'chadan ko'k choy topib beraman amma sizga. Shu desalaringiz, baribir ko'cha chiqdik biza. Shirinlik etabiga keldik. Kapuchino bilan. Ammam bilan sovuqqa bersam olib chiqdim. Endi bu arziydi. Men sizlarga ko'rsataman. Başlayayım. Bu endi kamera bu narsani полностью sizlarga keltirib bera olmaydi, lekin это что-то чем-то. Bunaqa chiroyli vidda zavtrak qilish bu boshqacha narsa. Har balo olim. Chunki biz bugun ko'p yurimiz. Hamma yaxshilab tuydiring o'zingizni. Nimasi qattiq ekan. Vaflisi. Yo'qon so'zib. Xohlagan kishi kutga kiygan. Xohlagan kishi yozda menday kiygan. Biz ham ammamlar bilan qarama-qarshi kiyganmiz. Lekin bitta minusi zavtrak zo'r, hammasi cho'tkino minusi ham bu. Choy yo'q. Choy. Qarang, zavtrak ovqat choysiz bo'lishi mumkin. Ammamlarga choy topib bera olmayman kechadan beri. Ammam nima yetishni bilmay xunob bo'ldilar. Ancha yeb ko'raychi. Amma qaraysiz. Bitta ko'p yetib berasa iloji yo'q. Ammamlar kofe ko'tarib berishim kerak. Az. Yo'ldoshlarga zavtrakni ko'rsatib, yo'ldoshlar chiqarlar. Ama sen cappuccino mu? Bilmayman, ana bu nima edi? Bu cappuccino. Abi, maza qilaman berasiz. Yo'ldoshlar tamom. Короче, nihoyat biza kipitok topdik. Оказывается, bor ekan, hammam bilan olib ketibdilar termoschalarga solishga. Endi sizlarga xonamizni bitta room tur qilib beraman. Kirgandan shunday kartochkani qo'yamiz. Shunday xona ko'rib turganlaringizdek, xonaga tipo oshxonachasi bor. Men kamchiliklarini ham aytib ketaman. Bu oshxona, o'tiga oshxona, chunki bitta vilka bor, bitta stakan bor, tamom. Vilka bor, yo bir tarelka yoki bir choy qaynatishga problemamiz choy. Qancha kipitok topdik. Ana hech nima yo'q, no, xolodilnik bor. Bera eshik, bera vanna, sanuzel. Короче, menga juda ham katta oynasi yoqdi. Voila. Уже biz joylashib olganmiz. Aytib yurmaysizlar, stolikchasi bor ekan. Mana divanchasi, juda ham katta televizor. Hatto bunaqa joyga kelganda men televizor kerak bo'ladi deb o'ylamayman. Mana bu yoqdan balkonga chiqsa bo'ladi. Bu yoqdan spalniga 4 kishi ham sig'adi. Apalarim, onam bo'lsalar cho'qib yotaydik shera. Hammamiz katta shkafi, bo'yiga oynasi. Men Fransiyadan olgan kiyimim ko'sto'la, Emine Ispaniya uchun olgandim. Так. Mana shu katta shkaflar, narsamizni joylashtirganmiz. Здесь тоже televizor есть. Hamma yoqda televizor. Konditsioner faqat sovuq yo'nar ekan. Kecha sovuq edi, issiq yoqolmadim.
И mana bu yoqdan balkonchasi. Прям красота. Mana bu yerga o'tirsa bo'ladi. Qaranglar, odamlar прям chiroyligini. Dahshat. Men bu yerga birgalam videolar olaman. Havo zo'r, menimcha, salqinlashish xavfi bor. Lekin men bugun sovuq yemak rejim yoqqan holatda o'z ko'ylakchalarni kiyib, ko'chaga aylanishga chiqamiz. Zo'r. Biz ammamlar bilan asalka bo'lib chiqdik. Endi plyajgacha boramiz, navigatorga urdik. Bilmayman, to'g'ri ketamizmi yoki yo'qmi. To'g'ri. Chiqib havo vashi zo'r, daran ko'staman. Endi unaqa video olishga katta optim yo'q meni bunaqa kamerada. Lekin men odamlar sizlar uchun harakat qilyapman. Mana yoqda okean ko'rinib turibdi, prям Atlantika okeani, u tomoniga Amerika. Biz o'zi Afrika qit'asida, biza bu Tenerife oroli. Afrikaga tegishli bo'lgan, ispanlar olgan, qaytarib bermagan. Menga shunaqa deyishdi. Ammo qarang, okean ko'rinib turibdi, chiroyli. Vashi krasota odamlar. Spesialni anaqadan Parijdan sotib olgandim. Ispaniyaga nima qilaman deb halqalarimni. Vashi hamma Chiroyli. Chiroyli jiyanimiz bo'ladi bilayapsiz. Yo'qchi bo'ladi. Hech o'ylamagandim. Biron kun jiyanim bilan Ispaniyada aylanib yuraman deb o'ylayapsizmanmi? O'shani de. Biz xursand. Eng baxtli odamlar biz kerak o'zimiz. Yozda, hozir 14-yanvar o'g'illarni bayram bilan tabriklaymiz. Bugun bayrammi? Bugun bayram O'zbekistonga. O. Biz ana shunday bayram qilib yuribmiz. Taksiydan qana yo'ldan chiroyli tushib. Ben ko'rib ketyapmiz. Uylab ko'rdik. Isimlik bor ekan. Taksi shart emas ekan. Vashi bera hammani qarindoshlarni olib kelish kerak ammo. Bitta. Ko'pchilik beri ijaraga mashina olar ekan. Biz hozir probka ko'raylik, qani peshkom qanday bo'lar ekan. Chunki shunday manzara chiroyli. Peshkom yursa ham arziydi. Agar qiyinlik qilsa, uzoqlik qilsa topa olmasak, ertadan yo taksi olamiz, yo avtobuscha bilan yoki mashina ijaraga olamiz. Может быть, pravam olib kelganman, ammo pravangiz olib kelmagansiz? Hay, olib keldim lekin men eslichim. Ish qilib ko'ramiz endi bundan buyog'iga. Biz yarim yo'lgacha keldik. Bera вообще mana bunaqa vid bor ekan, odamlar sizlar ko'ztaman. Qanaqadir joylar. Ana yoqqan shu yoqdan borsak chiqamiz. Juda ham pastliklarga tushdik. Qaytishda menimcha transport bilan qaytamiz, chunki biz вообще pastlikka tushdik. Qit'a qiyin bo'ladimi deymanda, keyin anaqaga ketish. Tepalikka chiqish qiyin-ku, bilasizlar-ku, 2,5 kilometr bashdi. Lekin shunday chiroyli joylardan o'tamiz, biz baxtli. Zo'r joylardan o'tamiz. Hammaga nasib qilsin shunaqa chiroyli zo'r joylarga yetish. Onasini yetish, ammasini yetish. O'simliklarni qaranglar. Ashi. Yo, lekin iblayamiz, apamlar qiyin bo'ladi, baba, apalarim tilni biladilar. Yo'ldan ko'chib yurgandilar Fransiyaga. O'zimiz ham iblayotganimiz, haqiqiy turist bo'lib peshkom aylanib hamma yoqni yuribmiz. Hozir ozgina qollar keyinga chiqqanda ko'rsatamiz keyin. Mana palmani qaranglar. Buxoroda bitta palma bordi, men o'rni oldim. Palma deb o'ylasdim. Sun'iy ekanmi, nima o'shammi? Bitta targ'ibot sentr bu Buxoroda, buxoroliklar biladi. 3 tami, 2 ta palma bu yoqqa. Ular sun'iy ekan, odamlar ishonmanglar. Mana haqiqiy palma. Qalinligini qaranglar buni. Bir quchoq. Amma qaydan ketamiz? Yo'lakay magazin topdik. Yarmi eski bozor, yarmi bunaqa narsa ekan. O'zim olib to'qaman deyapman, ammam to'qmayman deyaptilar. Kim nima kerak deylar.
to'xtirtiraman hozir ammamlarga ham. Ishqilib bunaqa detskiy narsalari bor ekan. Kuylaklari yangi ekanligiga samnivatsiya qilyapmiz. Xuddi anaqa ish shahardagi nimaga o'xshaydi beram. Har xil shunaqa narsalar bor ekan. Bular tillami, nima bular bilib bo'lmaydi. Ishqilib taqinchoqlar, ular 5 yevrodan ekan. 70 ming so'mdan. Oynachalari bor ekan. Bular eskiga o'xshayapti. Bular ham 5 yevrodan ekan, mana bular 10 yevrodan ekan. Ishqilib как yarmarkada ekan. Men shlyapa olaman hozir. Shlyapa olib kelmaganimga pushaymon edim, mana topdim. Ispanskiy kuylak topmoqchiman shu desalaringiz. Ana. Ispancha kuylak olamizmi bittadan, amma? Salonlari ham bor ekan. Hamma narsasi bor ekan mana. Anaqa kuylaklar olamiz hozir. Oyoqqa taqaydiganlari. Ishqilib qiziq narsalar bor ekan, turistlar uchun qilib qo'yilgan. Ana. Zo'r. Biz ammamlar bilan покупочкаlar qildik. Men ispanskiy kuylak sotib oldim. Hozir borib kiyamiz. Ha, bo'ladi, ammo o'zimga ham naqacha to'qaydigancha oldim. Ispan qizi bo'lay deb kimam naqa narsa oldim. Ochki oldik. Suvenirlar oldik. Bir nimadan qolganda birinchi kundan ammamlar ham ochki oldilar. Hozir endi obuvlarni mana shu yoqqa almashtirib olmoqchi. Biz ammamlar menga nima krossovka kiydirtirgandilar. Endi yozgi obuvlarni kiyamiz. Ishqilib уже yaqin qoldik. Amber chiroyli ekan. Bu safar agar yana Xudo xohlasa, nasib bo'lsa, kelish imkoni bo'lsa, men ana bu yoqlardan mehmonxona olgan bo'laman. Qanday buni yaqinlashtiriladi. Men kamerani yaxshi ishlatish bilmayman-da, bu yoqqa okean ko'rinyapti, ishqilib. Bir chiroyli joy. O'zim undan ham chiroyli, Xudo buncha chiroy bilan nima qilaman. Baraka. Strapamlar bizga yozga olib bergandilar, o'shani hozir kiyamiz. Mendan o'sha men desam baxt energiyasi chiqibdi odamlar. Xursandligimdan. Asalchasan. Ammo asalchasan deyapti, hozir mana oyoq kiyimcham kiyay. Hozir. Ana. Apam tapchkalari bor bo'lsin. Apam kuylaklari, tapchkalari, apalarim bo'lmasa bilmayman nima qilaman. Voy. Hamma narsani kiyamiz yerda. Men yopaman desam hamma yo'q ochiq. Kiyaveramiz. Ha, kiyaverasiz. Berar hech kim ishi yo'q-ku. Isitma qilib. Zo'r lekin havo. Chisti yoz. O'zim yozda his qilyapman. Polish yursam kerak agar pesok yaxshi bo'lsa. Qaysidir plyajni aytgan, oq pesok bor, o'sha plyajga boringlar degan, o'sha plyaj ham bo'ladi lekin. Bizda o'tiradigan berodilar-ku, puli beradi. Ha, endi ittada bugun amma razvedka qilib chiqaylik endi. Ha, razvedkaga chiqdik-ku bugun. Ha, bugun razvedka kuni, keyin ittadan уже kupalnikchalarni ham olib kelamiz, может agar cho'milsa odamlar, bilmayman bu havodos. O'rtoqlar, biz u joyni topdik deydi-ku. Hozir tayyormisizlar? Bu okean dahshat-a. Uni qaranglar, shunaqa hayajonlanib ketyapman. To'xtanglar, pastroqqa tushayginmi? Hamma cho'milish, oyoq yuvish joylari ham bu. Ay, kamerani tushunmayman-da, men yaqin ketira olmayman, hozir o'zim yaqinroq boraman. Vashshi, ha. Mendan baxtli inson yo'q hozir. Ammo keling pesokdan yurimiz. Qaranglar. Ana. Bo'ladi deylar ammamlar. Ketdim. Zo'rami? Dahshat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154
Ana qana yashash kerak. Vashi chiroyligini hozir men sizlarga yaqinroqdan ko'rsataman. U tomonga o'tish mumkin emas ekanmi? Oyoqlarni tiqish mumkin emas ekanmi? Akan, oyog'imni tiqmasam qanday yashayman? Oyoq tiqqim keladi. Bu qanaqasi? Vallan qaranglar. Zo'rmi? Ha, boshqa plyajlarga ham boramiz. Okean. Antarktida okeani. Atlantika. Atlantika okeani. Qayerda olamiz? Motorollik. Krasota. Odamlar zagarib yotibdi. Lekin oyoqni tiqmasa g'alati emasmi? Cho'milish mumkin emas ekanda. Ammo yoqibdimi? Zo'r. Bitta boshqa plyaj boramiz. Zo'r, hozir men oyoq tiqish mumkin bo'lgan joyni topayin. Ana yo'q, zinacha bor-ku, yopiqmikan? Qana yaqinlashtiriladi? Valni olib ketish mumkin ekan odamlarni. O'sha uchun ham cho'milish mumkin emas, только zagar olish mumkin. Bular oftoban chiqmaydi-ku, to'g'ri, o'zi Yevropa davlatiga o'sha uchun mana shu zagar olish uchun kelishadi. Lekin men baribir topaman, oyoq tiqaydigan joy. Ish qilib hamma sharoitlar qilingan bera. Hammamlar bilan aytamiz, erta biz ham tashlashga narsa olib kelamiz. Keyin zagar olib yotamiz hamma. Hozir cho'qqisiga chiqmoqchi, biz ham bu yoqqa cho'qqi bor ekan. Bu ana shu yoqqa ketyapmiz. Endi odamlar, yalang'och odamlarni ko'rsatganim uchun uzr, endi ilojim yo'q-da, nima qilay? Ham beri nimalarni ustidan kiyadigan narsalar. Marketing. 10 yevrodan ekanmi? Mana bu tepalik. Chiqamiz. Shunday vanlar lekin chiroyli. Ana amma shuncha achki, biz achki izlayotdik. Ish qilib 13-14 yevrodan oldik achkilar. Men berayim, achkilar sota ekanlarmi? Uch puldan bo'lsa bular. Padelka achkilar ekan. Ana yo'qda, ana mehmonxona, yaxshi mehmonxona. Ko'rinib o'tiradi. Bizga o'xshagan turistlar yuribdi. Amma mang, buni ushlang, mana oling. Ekranchada ko'rinadi. Yo'l bering. Hamma yuring oldiroqqa. Ha, chiroyli joylardan naslajda qilganimni ko'rishsin. Dahshat. Oyog'im tiqim kelyapti, menimcha suv yaxtak. Chiqilib nam tomonlab boramiz hozir toshlarning ustiga. Ammamlar mobilografim bo'lganlar. Dahshat, amma men bu yerlarni qarang. Men fotozonalar ekan bular, men bo'p joylar ekan. Bering. Dahshat joylar. Ana sizlarga yaqindan Atlantika naqasi okeani, suvning tozaligini, kimdir ana yo'qlay baliq ham tutibdi, o'zini yo'qlay boramiz. Hamma yoqibdimi sizga? Zo'r. Endi biz videochalar olamiz. Rasmchalarga tushamiz. Toshlar ustiga boramizmi, amma? Uni qaranglar, dahshat. Zo'r. Ko'z quvonadi prям, ishonasizlarmi? Qanaqadir boshqacha настроение beradi-da. Hamma dardlaringiz, muammolaringiz
esdan chiqib ketadi. Hozir onamlarga viza chiqmadi. O'z onamlarni olib kelish niyatim bor edi, bera nasib qilmadi, lekin viza chiqsa o'zlarini bo'lsa ham men bera yuboraman onamlarni. Deyapmiz. Qani qayercha boramiz? U ana yoqqa mehmonxona ekanda, odamlar cho'milib yuribdi. Bu yoqqa toshlar urilib yotibdi. Tepalikka chiqaylikchi. Mana yera mehmonxonalar xil. Ammam qushlarni boqibdilar. Mehmonxonadan alma olib chiqqandik. Alma beribdilar ammamlar. Evi? Ammam hammani boqmoqchi bo'ladilar. Nima bor edi, mehmonxonamizni ko'chada zavtrak qilgan paytimiz mushuk bor edi. Mushukni ham boqmoqchi bo'ldilar. Hech kim xafa qilmaylar. Zer. Biz yashillik joyiga keldik. Shunaqa kaktus palmalar, qaranglar, men sizlarga bitta ko'rsatay. Kattaligini qaranglar. Krasota prям. Shunaqa kapalaklar ham uchib yuribdi, amma chiroyligini ko'ryapsizlarmi? Bu chiroyni o'zim bilan birga ko'rsatishim kerak. Dahshat. Zo'r, shunaqa xursand bo'lib ketyapman. Buni qaranglar, men buni ko'ryapsizlarmi? Dahshat, ha? Mana kaktus qaranglar. Zo'r joylar. Mo'jizaviy joylar. Вообще Tenerife oroli. Orolda men anaqa orollarni kinolarda ko'rardim. O'sha payt borgim kelaydi, lekin unchalik realni ko'rinmasdi menga bu ideya. U tomondagi kulib ketyapti odamlar. Hamma xursand. Kimdirlar kupalnikda yuribdi, zagar olib. Men unchalik zagar olishni xohlamayman, lekin O'zbekistonga o'zi 2 kun yursam zagar olaman binoyda. Menga zagar shart emas. Chiroyli joylarni ko'rsam bo'ldi. Ammamlar erta zagar olishga kelmoqchilar, lekin ishqilib zo'r. Sizlarga ham yoqib degan umiddaman. Bilsalaringiz bilarsizlar, chiroyli joylarni ko'rsatyapman men. Ana yoqqa deski plashatka bor ekan, restoranchiklar bor ekan. Ammo qanday sizga? Zo'rmi? Amamlar. Aloeni gullaganni biz birinchi marta ko'ryapmiz. Ana aloe ko'pchilik biladi. Mana bunaqa gulli ekan odamlar. Ko'ryapsizlarmi? Kaktuslar quchoqlab olsalar. Katta kaktuslar bor ekan, zo'r. Havo reski sovib ketish nimasi xavfi bor. Ulgurib olaylik chiroyli joylarni ko'rsatishga. Mana yoqqa yarim yalang'och bo'lib yotib olgan. Endi biz uni qila olmaymiz. O'zbekchilik. Mana bunaqa joy bor ekan, o'sha joyni topib borib uchamanmi nima? Zo'r. Tabiat, tasavvur qilinglar, 14-yanvar. Qish. Oftob charaqlab yotibdi qishda. Shunaqa joylar. Baribir o'zbekda biza. Shunday manzarali joylarni tashab, hozir biza ammamlar bilan shopping centerga keldik. Sizlarga Tenerifani shopping centerini ko'rsataylik. Mehmonxonamizdan 25 minut piyoda uzoqlikda ekan, ko'p uzoq emas. Dastlab mehmonxonadan ko'rinib ham turadi. Ammam shopping centerga ketir dedilar. Taksi bilan keldik. 10 yevro bo'ldi. 11 minutlik joy. Siqilib. Hozir yetmagan kiyimlarimizni olamiz. Nimadirlar olib kelganmiz, nimadirlar olib kelmaganmiz. Hamma yaxshi ekan-a? Materialchasi asalchi ekan. Men o'zi bugun ko'ylak sotib olgandim. Etik kiyib chiqaman, ko'staman ispanskiy. Biz lekin чисто ispanskiy magazin izlayapmiz, shundan topamiz deb umid qilamiz. Bera Germaniyaga bor magazinlar ham, даже O'zbekistonga bor magazinlar, o'sha mana bu Zara'lar bor. Lekin
Ko'ramiz qani. Bir salqin ekan biza tomon bor-ku, suv tomonlar issiq edi. Bera kelib men sovuq yedim. Hamma yoqibdimi sizga? Kerakchadan ko'raylik. Ha, necha pul ekan? Hozir 25 euro, 300 ming. Har xil ko'ylaklar bor. Razmeringizni topamiz amma? Razmeringizni topib beraman? Boshqacha ranglari ham bor ekan. O'shandan bitta qopdimi? Sizga yoqqandan mendan. Tigrovich ham boshqacha ekan. Ana tomonga ham bor ekan ko'ylaklar. O'shandan emasmi amma? Ham bera. Chala. Bular tipa skidka 20 ahli xaloyiq charchab qoldik. Biza o'z ishni olishimiz kerak emasdi. Lekin покупкаlar qildik. Men sportivka oldim o'zimga. Fransiyaga bitta sportivka yo'q qolganda, apam Germaniyadan olasan deydilar. Germaniyadan olishga o'sbit qilmadik. Shuning uchun Ispaniyadan oldim. Keyin bir ikkita maydachidan narsachalar oldik. Hozir ammamlar nevarlarga ko'rishga, детский magazin narsa ko'rishga kirib ketdilar. Hozir ana tomonga ketdilar. Shopping center. O'zi Germaniyaga bor magazinlar, lekin biz baribir aylanib yuramiz. Suv mehmonxonamizda suv platni o'sha uchun xonamizga qo'yishga hech kimimiz kelib qolsa deb suv oldik. Ish qilib ashtaqa xalqalarim yoqib ketyapti o'zimga. Charchadim yomonam. Razmer? Ha, hozir amam nevarlarga kiyim tanladilar, razmerini topib sotib olamiz. Asalcha narsalar ekan. Qani necha pul ekanmi? Ammam shu narsani tanlabdilar. Ha. 18 euro, yana yarim anaqada. Asalcha kiyimchalar ekan. Bitta-ku amma bundan. Hozir men tushuntirishga harakat qilaman. Xola. Xola deyiladi bera. 1 years. Hozir bizga ajin gojik to'g'ri keladigan top berish kerak. Buda? Nechish? Okay. 7 oylik. 7 oylikgacha amma. Boshqa tanlasangiz bu Tushuntir, aprelga kiyadi olmaz. ha bo'lsa kerak bo'lmasa, amma bu yerda 7 oylikka yozilgan. 7 oylik ekan. Ha, uncha ko'p gap tushuntira olmayman amma. O'z 7 oylik ekan. Ha. Bo'ladi, bo'lmaydi. Nozikkina ha? Amma yo'q ekan endi. Germaniyadan topamiz shunga o'xshashi. Har xil asalcha kiyimchalar bor ekan. Hozir shu yo'q. Uti-putichalar bor ekan bu yerda. Ha, amma qayerdan topamiz endi? Yo'q ekan-ku. Kichik bo'lsa keyin kiydirib olmay xafa bo'lib o'tirasiz. Bu 2-4 ekan. Oy. Yozib qo'ygan-ku. Hozir 2 oylik. Mana bacham. One year. Ah, una menos. 1 year. 1 year. 1 year. Yeah. Exactly. Yeah. For 1 year we have. No sé si está aquí. No, creo que acá no está. Bizga topib berishga harakat I qilyapti. think it's this one. This one is for 1 year. 1 yoshga bo'la ekan. Oh. Thank you. You're welcome. If you need something more. Okay. Nimadirlar deyapti. Ha, shuni olinganmi? Qani necha pul ekan bu? Bu 32 euro ekan, hozir skidka bo'lgan 19 euroga tushgan. Chiroyli-ku. Ha, chiroyli. Zo'r amma. Ammamlar nevarlariga nimadir olmasalar chiqmas ekanlar bu yerdan. Bilmayman endi, amma men bacha qaramagan bo'lsam, nevaram bo'lmasa siznikiga o'xshab, 2ta qiz katta qilmagan bo'lsam sizga o'xshab, men qaydan bilay? Men eng kichik qiz bo'lganman, holigacha o'zim narsam o'zim tanlay olmayman. Apalarim tanlab beradi, onam tanlab beradilar. Siz mendan maslahat so'rayapsiz. Chiroylimi shu? Ha, zo'r amma. Asalcha. Asalchi. Ha. Prям ispanskiy qizchalarday bo'ladi. Biz nihoyat oldik. Shu desalar O'zbekistonga kartadan to'lansa, karta qo'liga beriladi. Bera uni qilinmaydi.
Hozir ammamlar kartalarini, viza kartalarini to'lashda ular kastrni qo'liga bersa, ular hayronda. Chunki bir unday qilinmaydi. Umuman o'zi chiqarib unday qilinmaydi. To'liq O'zbekistonga shunday qilinadi. O'zbekistonga ketdi. Ha, O'zbekistonchasiga hech qisi yo'q. Men ham shunday qilaydim. O'rganamiz sekin-sekin, bu yerning qonun qoidalarini o'rganamiz. Ish qilib binoda iblayamiz. Tushuntira olmagan narsamizni через переводчик tushuntiryapmiz. Ish qilib bo'lyapti. Lekin oyoqlarim charchadi. Men ko'p yurishga o'rganmaganman uchun tez charchab qoldim. 10,000 kilometr yurganimizdan keyin bugun biza pachag'imiz chiqdi. Mehmonxonamiz juda tepalikka joylashgan edi. Pastlikka tushish yaxshi tepalik o'zlaringiz bilasizlar. Keldik, 1-2 soat dam olib, endi dahshatidan och qolib ujinga kelyapmiz. Sizlarga zavtrakni ko'rsatgandim, endi ujin vaqti. Yomon och biza lekin. Chiqib. Hola. 238. Kecha nomerimni xato aytgandik. Xona nomerimizni o'shanga eslatyapti. Esida qolibdi. Mana biz Bugunga ujinga. yerdan boshlaymiz. Ha, nimalar borligini ko'rib chiqaylik. Vau, kecha boshqacha narsalar edi. Kecha ko'proq baliq mahsulotlari edi. Menga makaron kerak edi, makaron. Kecha makaronchasi ham zo'r edi. Ana beri ham baliqcha pishibdi. Menga baliq yoqadi. Ammamlarga unchalik emas. Bu so'rayman amma, lekin biza yegan go'shtga o'xshamayapti. Ana mol go'shtiga o'xshayapti lekin rangidan. So'raymiz amma. Mana bu tovuq go'shti, kartoshka. Ana bu boshqacha nimalari bor ekanmi? Makaroni, tam qovrilgan baklajan adashmasam. Nima? Qovrilgan bodring bilan bu luk. Buni ham yeymiz. Ammo bira souslar bizaga vashi kerak emas. Bira ham har xil souslar. Bugun ovqatlari umuman boshqacha. Kechagi ovqatlari ko'proq yo'qodi lekin. Ustritsi bor ekan, ammo ustritsi. Men prям ustritsi. Обожать qilaman. Produktni yaxshi ko'raman juda ham. Makaronlar bilan makaron ko'p yeydi-da. Chimchi, lavlagi ham bor. Nima deyapsizlar sizlar? Mana baliq. Mevachalar, o'talarga shirinlikchalardan bor. Hamma. Bu hozir ko'ramiz. Qanaqadir sho'rva. Ko'ringchi nimalik amma? Yo'q, qo'ying. Bizga tegishli emas bu sho'rva. Buchi? Ochingchi, bu ham krem sup, ammo bugun kechagi sho'rvasi yo'q ekan. Kecha ammamlar tovuqlik sho'rva nima qilgandilar. Bu hozir men tarjima qilaman, lekin biza yegan go'shtga o'xshamayapti-da, ammo tarjima qilaman hozir. Bu yo'qni ham olib chiqay. Men bera sam onamlarga juda yoqqan bo'ladi, sirni asarti. Har xil turdagi sirlar bor. Kolbasichkalar bor. Ishqilib mana shu yerda hozir ovqatlanamiz. Men bu yoqqa har xil turda alkogol nimalar bor, endi biz ichmaymiz. Bu yerda keyin mana bu yoqqa soklar bor. Suv tekin. Biza mehmonxonada tur sotib olganimizga ertalabki ovqati va nimasini olgandik, ujinni olgandik, lekin ichimliklar pullik. Qolgan hammasi shvedskiy stol bepul. Xohlaganimizcha, bo'kkanimizcha yeyishimiz mumkin. Hozir men o'zimizga yeyishga narsa tanlab olay, keyin sizlarga ko'rsataman nimalar olganimizni. Hozir ammamlardan so'raychi, ko'chada yemoqchilarmi, sog'ib yoptilar, menimcha onam issiq kiyinib olmayotgancha men bugun yangi sportivka oldim. Yangi sportivkamni sirasi kiyib chiqdim. Qo'chi biza o'zimizga ovqat tanladik. Menga luk vitsi, har xil baliq pishirilganlar va говядина. Bu birinchi raundimiz. Ammam juda ochlar, sabr bilan meni video olishimni kutibdilar. Ammamlarga tovuq go'shti, говядина, kartoshka, luk, makaroni, sir, salatlar, men bera ishqamga oldim. Ustritsi bor edi, xursand bo'lib ketdim, lekin to'man borib ovqat olaman degancha yeb bo'lishibdi. Nima deymiz endi? Hozir yeb ko'raman. Har zamon proverka qilishadi.
qaysi xonadan ekanligingiz, skabira kirish mumkinmi? Mazza. Oddiy piyoz. Такой шмага вкусная. Biz ehtiyot bo'lib yeymiz chunki har xil go'shtlar bor beradi. Har doim har xil ovqat tarjimoncha bilan yurayman, tarjima qilib. O'z говядинasini yeb ko'raman. Xil-xil pishganga o'xshadi. Mana. Просто suvga qaynagan go'shtga o'xshaydi. Ya, вкусно. Balig'ini ham yeb ko'raychi. Umuman baliq yemaysizmi, amma? Ebe. Zo'rmi? Zo'r. Bular oddiy go'shtdan ko'ra baliqlar yaxshi pishiradi, chunki bu yerda shunday ko'p. Krasnoy riba ham qancha ko'zga foydali, amma biz 6:30 dan boshlanadi, 7 dan o'tib keldik, yugurib kelmadik-da endi. Mazza. Yangi sportivgacha borligidan xursandman. Issiqqina, yumshoqqina mazza. Apam issiq kiyim beravermadi. Apamlar vinovat qilay. O'zimiz topdik. O'zimiz topdik axiyri. Mana sportivkani Fransiyaga paytimiz olishga qo'ymagandilar menga. Baribir oldim. Ishqim tushgandi shu nimaga. Mana bizga yoqimli ishtaha. Ikkinchi yedam bu ustritsa, mana bunaqa ustritsalar yaxshi ko'raman men. Men qanday yeysan deylar, men yaxshi ko'raman ishoning. Qanaqa? Ha? Молодецsan. Ammo qanaqa foydali narsa bu. Suv ichsak bo'ladimi bu? Ha, siz bo'lib kechga hozir. Meva yeyman. Shirinlik yeng, meva yeng. Ammo bugungi yedadan xursandmaslar, qoniqmadilar. Kechagi ovqat yaxshiroq edi. Bugun ham yaxshi ovqatlar bu, просто imенно ammam yekonlari yo'q. Menga o'xshagan unaqa baliq yekonlar uchun zo'r ovqat bu. Looking ama birga olib kelim. Yamon och kelgandik. Amamlar uchun o'zi ajidan yeryapmiz bilanman. Разочарование bo'ldi sizga. Nima bilan? Lekin mo'l go'shtli, tovuq go'shtli ovqat bu. Shu yergacha yetmayapti-da. Olinam yeyman. Men ko'p yeyman, och qoladim. Baliq yengil ovqatda bunaqa narsalar. Nima uni ichida? Ustritsa rakushka ichida-da. Go'sht xuddi baliq go'shti. Yeymiz jonivorlarni, ammo bunaqa biza. Yeb bo'ldik. Endi keyingi etabiga sizlarga ko'rsatmoqchiman. Men bu yoqqa o'yinlar bor, hordiq chiqaradigan, chapit qiladigan bari bor. Har kechga yomg'ir yog'ar ekan bu ko'chasi. Yomg'ir yog'yapti. Mehmonxonamizning ko'chasi bu. Bir odam to'lib ketardi. Basseyni ham bor, bassenda hech kim cho'milmaydi, lekin tomosha qilib, havochani ko'z tamom. Basseyni yarmi chuqur, yarmi anaqa
chuqur emas. Deylik, palmalar, bu yerda daraxtlar, u yoqqa tog', shahar ko'rinib o'tiribdi, prям vid zo'r lekin. Qaranglar, qanaqa chiroyli mehmonxonamiz, juda ham katta, tepalikdan ham shu zo'r ko'rinadi. Nasib qilsin hammaga shunaqa joylarga kelish. Menga esa onamlar bilan birga, apalarim bilan birga, eng yaqin odamlarim bilan birga kelish ham nasib qilsin. Qanaqadir bilasizlar, xursandman, zo'r, hammasi yaxshi bo'libdi. Ammamlar bilan yaxshi vaqt o'tkazamiz, lekin ammamlar ham mana ko'nglimizga qanaqadir bir chetiga tatimmayapti-da. Chunki ammam ham bachalari kelishini xohlaylar, men onam, apalarim kelishini xohlayman. Ish qilib bitta joyda o'sha ichimiz yonadi-da. Afsuski. Shunaqa joy. Ana yoqdan shahar ko'rinib o'tiribdi. Men doim apalarim, onam bilan biron joyga borganman-da. Hozir endi agar ammamlar bilan birinchi marta sayohat qilyapman. Buni hisoblasa o'zim sayohat qilganda ham gapda. Bu birinchi marta unaqa joylarga o'zim yuribman. Конечно, juda yaxshi. Yomon tomoni ko'ngil kashol bo'lish. Ishqilashqa chiroyli joylar, havo zo'r. Yomg'ir yog'ib bo'lgan menimcha, namu, lekin yaxshi. Menimcha videoni yakunlayman. Keyingi qolgan narsalarni keyingi videomda ko'rsataman. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosamiz, podpiska bosamiz. Agar fikrlaringizni bildirsalaringiz, undan ham xursand bo'lardim. Bu meni bunaqa tipa vlog videom, bu birinchi videom meni. O'zimni kameramda o'ylayapman. Ish qilib, men o'ylaymanki, yaxshi oldim, yaxshi ko'rsatib bildim. Qayerdadir xato qilgan bo'lsam, o'zim ham videomni ko'rib chiqib to'g'rilashga harakat qilaman. Hozircha videomni yakunlayman. Rahmat.